أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الاستحقاق. الاستحقاق deganni biz malni boshqa egasi qilishdik, boshqa bir haqli kishi chiqib qilishdik. Masalan, bir narsa sotgan bo'lsa, uyini sotdi, bizga oldik. Endi uyini olib tursak, bizga sotgan odamning soxtaligi bo'ldi. Uyning asli egasi u emas, boshqa birisi chiqib qolganligi o'sha istihqoq. Ya'ni ega boshqa chiqib qilish degandek. وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق. مش بلمدا بس استحقاقنا أحكامنا بحث قلما زيادة أساسا. وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب جغن شقلغنا مزدا مش بلمنا أحكامنا يلتزلنا جغن شقلغنا مزدا أن الشيء المستحق من يد إنسان بالإنسان qo'lidan meningte deb egisi qolgan narsa bima tathbutu bihil ashya'u fi shar'. Nim bilan desa, shariat bir narsani isbotlaydigan narsa bilan, shariatda dalil pok bo'lgan narsa bilan madamning qo'lidan meningte deb da'vo qilingan narsa deydi. Hamda shariatda bir narsalar nima bilan isbotlandi? Guvochi yoki iqror yoki bayina, hujjat. Hujjat, guvochi yoki iqror bilan insonning qo'lidan mo'minin ketdi deb egisi qolgan narsa. إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء. الذي استحق من يده الشيء degan sitvagan kishi. Bu sitvagan kishi bo'lgandan keyin egisi qoldi dedi. Yani setvagan kishining qo'liga o'tib bo'lgandan keyin dalil isbot orqali boshqa odamning chiqib qolgan narsa bishroin, yani setilish orqali. Bir odam bir narsani setib oldi. Setib olgandan keyin dalil pakt orqali boshqa bir odam bu sotqadan san soxtaliksiz setibdi, bu o'zidan emasdi, mening keti bu, men egisi bilan deblam egisi chiqqan ahvolda لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله. Bu şu üç ahvaldan hali emasın. Ay setirağın nasının ya hemmisini dava kılıp çıkıyor, ya köp kısmını ya ki az bir kısmını. Mesela öyle setirağın olsa Müslümanın hemmisinin gitti, ya ki ma bir parçasının gitti, özünün miski koşaplam sanseti kaptı benim havasında ya ki yerime. ثم إذا استحق منه كله أو جله. Hem de hemmisi ya köp kısmı ayda başka adamın çıkıp kalgan ahvalda bu mu müş ihtimallardan hali emasın. فلا يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان أو يكون لم يتغير. Dağın ki setvagan kişinin kolda durup setvaldı mesela. Bir ay olup keyin onun egisi kaldı. Şu bir ay içinde bu adam o'zgartish yuzgan yoki kamayib o'tgan yoki hech qanday o'zgartish yuzmay aynan tutgan bo'lishi mumkin. Shu ehtimol bor. ثم لا يكون المستحق منه المستحق منه ga setvagan kishi. Egisidan emas, boshqa odamdan setvagan kishi المستحق منه. Bu bir necha ehtimoldan xoli emas. قد اشتراه بثمن أو مثمون. Ya bu pul setvagan bo'lishi mumkin yoki tovarni setvagan bo'lishi mumkin. Mesela narsani 5000 ko'rga setib oldimmi yoki 5 taqa buğday setib oldimmi masalan, shu ehtimol. Fa in kana istahaqqa minhu aqallu. Unda tafsili bayon qilsa, ay setilib egisi qolgan narsaning az bir qismining boshqa egisi qoldi, ko'p qismi shu sotqa egisidan kelgan to'g'ri. Unda ahvolda fa innahu innama yarji'u 'inda malikin 'ala alladhi ishtarahu minhu bi qimati ma istahaqqa min yadihi. Bu çağda setvavuçundur, qo'yayotgan kishini, qo'yuvchini izlaydi, ama o'zingning emas narsani setibsan mana deb shuni izlaydi.
aşınıldın tülütüdür dedi. Yerci'u inde malikin alelledi iştirahu minhu. Setivağıçıdın tülütüdür dedi. Sen üzerindeki satması başkalarının setip verirsin ama tülü ettim yani. Tat oldu üzerine aslında. Tülügen puluna geldi tülütüdür dedi. İmam Malik'in olması. Nimine bi kıymeti mestuhakka min yedihi. Kolundan tatilinden, ilgisi kılıp tatilinden dersinin kıymetini tülütüdür. Mesela 100 metre zaman setivağın olsa 10 metre kaknan çıkıp baktık. Kaknankine katıp sütüdü. 10 metrini tatı oldu ikisi. Tatı oldu ki ben şu zimini satkadından 10 metrenin kulusunu töltü olamam. Yani 90 metrenin kulusu kalsın 10 metrenin töltü. Çünkü bu başkalarının gitken benden tatı oldu deyimizde. وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ بِالْجَمِيعِ Hemminin pulunu töltmeyin. 100 metrenin hemmisinden pulunu töltüp alama İran'a demeyi öyle. Bu İmam Malik'in karşı. وَأَمَّا اِنْ كَانَ اسْتُحَقَّ كُلُّهُ اَوْ جُلُّهُ Şimdi kök kısmı başkalarının sıkıntı ahvalda ya ki hemmisi başkalarının sıkıntı ahvalda فَاِنْ كَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ Özgermeyen bolsa اَخَادَهُ الْمُسْتَحِقُّ Özgermeyen bolsa bunu ilgisi ona gitti. Müstahik hazır ilgisi. Asli ilgisi ona gitti. وَرَاجَعَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ diyen koldan tatip edilen kişi. İlgisi kılıp koldan azimin tatip edilen kişi. Kimden türlü tutuyor? عَلَى iştirahu minhu. Kimden setivağın bolsa şunu tutuyor. بِهْتَمَنَ مَشْتَرَاهُ minhu. Neşbun setivağın bolsa tüle kılımne. Senden ağayya başkalarından çıkıp kaldı dedi. İmkan istirahu bi temen. Pullar setivağın bolsa pulun tültüdü. Ve imkan istirahu bil metmun. Tavarlar setivağın bolsa raca bil metmun bi'aynihi. Aş tavarının özüne tültüdü. İmkan lem yetagayir. Aş tavarman ötkizip koygandan keyin aynen halatda sak qalgan bolsa tavarının özünü alıdı. Fe in tagayyuran yujibu ihtilafa qiymatihi raca bi qiymatihi yawm ash-shira. Özgürep ketken bolsa, özgürep ketiş jarayonida bahasini özgürep İttiğal olsa, bu çağda setivağın kündeki kıymetini tölütüdü. Bu şey raca deyince tölütüdü deyince. وَاِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُسْتَحَقُّ قَدْ بِيعَ Mal müstahakıya bu şiranıma ağam bolsa, bu şiranın ilgisi başlık kılıma. Lekin ben şiran yapmağım iken ben seti tuttum bunu. Koldan kolu ötep ketdi. فَاِنَّ الْمُسْتَحِقِّ اَنْ يُمْدِيَ الْبَيَعِ Bu şiranın ilgisi bu sodide bu hesap olsun deydi. Bu ihtiyar ekendi. Bunda inovatga erish haqqı bor ekan. Bularda satqının hesap bo'lsin deb necha pul satgan bo'lsam shu pulni menda ilvos bo'lgan. Yoki ashraning o'zini ilvos bo'lgan. Boshqalarning qo'li o'tib ketgan bo'lsa-mu, shirani aka bu meniki deb tativasi bo'ldi. Bu shirani mendan ag'adim mendan shiraning pulini to'ltidi. Men satadimni shiraning pulini to'ltdim. Bunda qo'l demaydi. فهذا حكم المستحق مستحق degan egisi bo'lgan mal. والمستحق من يدي والمستحق من يدي degan asli istanmay boshqalardan afsalgan kishi. Mushularning hukmi yuqoriqidek. Ma'lum yetag'ayyar shay'ul mustahaq. Ashu istiqomat o'zgarmagan bo'lsa yuqoriqidek bo'ladi. Fa in taghayyar shay'ul mustahaq fala yaqlu ay yataghayyar bi ziyadat aw nuqsan. O'zgargan bo'lsa ya olib ketgan ya kemayib ketgan bo'ldi. Fa amma in kana taghayyar bi ziyadatin ish ketgan bo'lsa olib ketgan bo'lsa fala yaqlu ay yataghayyar bi ziyadatin min qabl alladhi istahaqqa min yadihi shay. Ay setavag'uchining qo'lida turib shuning ba'zi qilgan ishlari tufayli olib ketgan bo'lishi mumkin, au ziyodatin min zat shay. Yoki o'zligidan olib ketgan bo'lishi mumkin. Qashinasan o'zligidan olib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki setavag'uchi bir ishni qilib yurib olgan bo'lishi mumkin. Fa amma ziyadatu zat shay fa yaquluha al-mustahiq. Yani o'zligidan olib ketgan bo'lsa, ash malning egisi uni qo'l oladi. Shuni bo'lib ketadi. Mislan tasmunal jariyatu aw yakbural gulam. Masalan bir dedekni olgan bo'lsa, bu dedek semirib ketibdi. Qo'y deydi-da, qo'y semirib ketibdi ekan. Yoki bir yosh bolani sotib olgan bo'lsa, bu cho'ng odam bo'lib ketibdi. Yo'qnabdi. Va amma ziyadatu min qibalil mustahaq minhu
Yani setibağıcı bir işini kıygan bolsa, algan bolsa degenimiz, mesela famithlu en yesteriyel eddara, uyun setib aldı. Fabana fiha, onu bir qurilish qildi. Fatustahaqu dedi. Qurilish qilib ekandan o o'yinninki egisi qoldi. Fa innahu mukhayyarun. Bu chaqda onun tanlash ixtiyori bor. Bayna yanfa qiymata ziyada va ya'khudha mustahaqqahu. Uyga qilingan qurilishning qimmatini, ortiq qurilishning qimmatini to'lab, o'zining uyini topshirasi bo'ldi. Uyning egasi. Bu bir tanlash. Yana bir tanlash va bayna yanfa mustahaqqu min yadihi qiymata mustahiqqa yoki aşı mustahiqqa degan mana shu uy. Mustahiqqu min yadihi degan setib olgan kishi, qo'ylab ketib setib olgan kishi. Nahotki qo'ylab ketib setib olgan kishi qurilish qilib bo'ldi buni. Ya'ni undan men qurilish qilib bo'ladimi? Shu uyning pulisini sizga to'lay. Uyning pulisini olsa, men shu uyni saqlab qolay desin bo'ldi. Endi uyning pulisini ba'zi qanday qildi? Asli qo'yib setib etgan sotqishidan asli bergan pulni, birinchi qatim bergan pulni to'l bo'ldi. Shuni tanlash av yakuna sharikayn. Shuni tanlashda ikkala shirik bo'ldi. Ya'ni bu qurilishga qarab ikkala shirik ya 50% 50% yoki 80% 20% shirikda bunda bir qism bo'ldi deymiz. Hada biqadr qiymati mustahiqqa min yadihi mana. Ma huwa qo'lida turib boshqalarning mulki bo'lgan, mulki chiqib qolgan ajnasining qimmati bilan, ya'ni uyning egasi uyning qimmati bilan shirik bo'lgan bo'ldi. Va hada biqadr qiymati ma bana aw gharas. O'zi ko'chat tikkan ya bino qilgan qurilishning qimmati bilan shirik bo'lgan bo'ldi. Qurilishning qimmati 1 million bo'lsa, uyning qimmati 5 million bo'lsa, bu 5 million va 1 million mablag' solib shirik bo'lgan bo'ldi. Va huwa qada'u Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu shunda hukm qilib o'tgan. Yani şu 3-chi tanlash bo'lsa kerak. Shirik bo'lash. Va amma in kanat az-ziyadatu wiladatan min qibal al-mustahiq minhum. Endi ortiqlik setib oluvchi tarafidan qayda olgan ortiq bo'lsa, مثل أن يشتري أمة فيولدها مثلا bir dedekni setib olib, uningdan farzand ko'ribdi. Yoki shuni tug'dirib deydi, bir bola tug'ib tashlaydi. Thumma tustahaqqu minhum. Ondan u dedekning egisi qoldi boshqa. Bu bir ehtimol. Ikkinchisi aw yuzawwijaha ala anna hurra fatakhruju amatan. Hur ayolda nikohlab olsa bir ayolni, keyin dedek chiqib qoldi. Lekin dedek chiqib qoldi, bu birini tug'ib olgan ekan dedek chiqdi. Hozir mana ziyodining gapi, ha? O'rlogan ko'rindi. Lekin hozir bu yerda tuqqan bolaning gapi bor, ziyodining gapi. Bir bola tug'ib olgandagi ahvol bor. Fa inna ittafaqu ala anna al-mustahiqqa laysa lahu ya'khudha a'yan al-walad. Barliq olimlar birdek ittifoqda mushunda yuqoridagi ahvol bo'lib qolsa, yani birini tug'ib olgandan keyin egisi chiqib qoldi yoki bu dedek chiqib qoldi, bunday ahvol bo'lsa, bolani olmaydi. Shu dedekning asli egisi tuqqan bolani olmaydi. İttifaq ekan. Yoki onasini olishi mumkin, yoki onasini o'rniga qimmatini olishi mumkin. Vaqtalafu fi akhd qiymatihim, qiymatiha wala bu. Yani qiymatihim yani qiymatul ummi val walad demek. Qimmatini elish masalasida ixtilof chiqib qoldi. Va ammal ummu faqila ya'khudhuha bi'ayniha. Unda onaning cho'zi, onasi shu o'zi mulk olganki o'zini aynan oladi debdi. Va qila ya'khudhu qiymata. Yani bir qarashda ya pulisini oladi. Va amma in kana al waladu bi nikahin, endi bir ayolni nikohlab oldi. Bir farzand ko'rdi. Fastuhiqqat bi'ubudiyatin. Ondan bu ayol birsin dedik chiqib qoldi. Hur ayolda bo'lsa bu kim dedik chiqib qoldi. Buni tug'ib olgan ekan. Fala khilafa anna li sayyidiha an ya'khudhaha. U ayolni albatta xo'jayini qaytarib oladi. Uni talashlar yo'q. Yarji'u az-zawj bis-sadaqa ala man gharrahu. Anda shu go'llab satgan kishidan iri to'yliqni to'ltoldi. Chunki bu to'yliq bo'lgan u.
kim bu ö'ri ayol deb yo'llab agargan bo'lsa, shunga to'yliqni to'lamiz. Men to'yliq to'lab ketgan bunga. Bu ayolning egisi qoldi edi. Va idza alzamnahu qimatal walad. Endi balaning qimmatini to'laydi deb qimmatini unga atib qo'ygan chig'imizda lam yarja' bidalika ala man gharrahu. Ana balaning masalasida ixtilof bo'lgan ekan, agar balani to'laydi, balaning qimmatini to'laydi deb qolsa, go'lliq odamdan to'ltanmaydi debdi. Ya'ni birisi dedekni oldi, birisi o'r ayol ma'vo deb berib ekan buni. Yani kim bir bal tuqqandan keyin bu ayolning birisini dedek ekanligi chiqqan ekan, xo'jayini bu dedekni olib ketdi. Endi balni olib ketaman deb tursa, bali mening men dadasi buni deb egi chiqib, lekin xo'jayinga balining qimmatini bir pul hisoblab turib, mancha pul deb balsak, shuning pulisini bir rozilik qilib solamiz deb qarsak, lam yarja bidalika ala man gharra. Ashgulliq odamdan u balining pulisini to'latmaymiz deydi. Li'anna al-gharara lam yata'allaq bil walad. Chunki bu go'llash degan nimaga chetishlik emas, baliq chetishlik emas. Onini nikohda birisi go'llash bo'lgan. Baliq bilan hech qanday munosabat yo'q. Baliq yo'q deydi. Baliq bo'lmagan bilan ham deydi bu ayolga. Shu ayolni hur deyishdi go'llab o'tgan. O'shada baliq to'ralmagan. Shu munosabat yo'q. Bu baliqdan chiqqan shirik bo'ldi-da. Dedekning asli bunda bu odamning emas. Yani keyin xo'jayini uni dedekning bo'lsa bu ketma deb tursa, uni pul berib rozi qildi. Lekin go'lliq odamdan to'ltanmaydi debdi. Va amma g'allati shay mustahaq, endi egisi chiqqan narsaning kirimi buni kelsak, fa innahu idza kana dominan bi shubhatin mulkin, egisi chiqqan narsaning da o'zi setib olgan bo'lsa, bu domin bo'ldi. Sizin zamanınız oldu. Mesela bir narsa satib oldik. Satib olgan bizning qo'limizda buzib ketsa biz o'zimiz chiqimini to'laymiz ku. Shubhatimizda endi igitachilik bo'lganlik jihatdan deydi. Shubha bo'lmas, lekin igitachilik bo'lganlikdan o'zi to'laydigan, ziyni o'ziga bo'ladigan bir ahvol bo'lsa, ya'ni satib olgan bo'lsa deydi. Fala khilaf anna al-ghallata lil mustahaqqi minhu. Da'ni satib oluvchining bo'ludi kirimi deydi. Bir o'yini satib olib bunu icari koyup dikemiz. Bir aylık icarisi mesela 5.000 koy. 5.000 koy kirim buldu. Eğer mesela öyünü setalanken bu öy mesela ot gitip kalsa, yıkılıp geçse bizden buldu var. Lazım mı? Damı boğanıken el-haraj bu daman boğanıken bunun karşılıkında kirim mi? Bu şeyden çıkıştırdı diyen kaydı boyunca kirimi setalanmışının buldu ki. Ziyanı söyleyenin kirimimizden buldu. El-gurmu bil-gunmi. وأعني بالضمان أنها تكون من خسارتنا. ضمان ديان وزيان بوش كم بولته أشد من بولته. يعني بالناس ستوال كم شو ناس بزوجة قاسة زيان شو ستوال وش بولته. عند bunu icari görüp ya kira verip kirim kıygan bolsa şu kirimi aşağıdan buldu. Esli İslam olmaydı ölmek. وأعني بالضمان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده. وأما إذا كان غير ضامن مثلا bazı ahvallarda damin olmaydigan şekilde koluga çırıp kaldıgan ahval baki yani. Mesela zaman bulmagan ahval qaysi else mesela yakuna varisan miras hokem bu. Miras ho'lab bir o'yni miras olibdi. Bir o'y tegdi hozir bu. Tekkenlikin taqsim qilgan chog'da yo'q miras xodim biz paydo bo'lib qoldi. Men bu miras ko'rib buni nima haqqim bor mirasga. Lekin bu o'yinda hozir taqsimni qayd qilamiz. Qayd qilib bu o'yinning bir qismi mening quloqimga ketib turibdi. Shundami? Lekin mushi miras olgan chog'da g'ayri domin deydi. Asli olgan chog'da domin ekan. Lekin miras olgan chog'da zayi olib ketib qolsa, u unga bo'lmaydi. Shu o'pchiqamanga bo'ldi o'zi ham. Fayatra alay varitun axir. Miras xodimiz chiqibman, men miras xod deb keldi. Yoki vafot bo'lgan kishining boshqa yerda qo'ygan bir bolasi bo'lsa, u shu joyda keldi. Fayustahaqqu ba'd ma fi yadi. Shundan bu o'yini masalan 100 metr uy bo'lgan bo'lsa, bir miras xod kelib qolsa, bu 20 metr unga berib o'tilishi mumkin yana taqsimotda.
فإنه يرد الغلة. Bunda ahvalda şu öyünün kirani qaytarib beradi. Hech bo'lmasa shuni 20% qaytgan bo'lsa 20% kiloyat uni qaytarib berish kerak. Tamam? Hamma nima bo'lsin. Chunki o'zining vaqti bor uni. Endi yana bir chiqqan ko'pda bu rasm arinmagan bunda. Arinmagandek. Bu taqa o'zining mulki bo'lmadi bu. Ko'pchining mulki. Sheriklarning mulkida. Uçan buzulgaz bölmeydi. Buzulgaz bölmeydi. Çünkü bunu kul resmi ötep bağın bozu tutuletti. Resmi ötüde. Ve amma imkanı gayra daminin. Yani ma ahvalda yana gayr damin imkan. İlla ennehu idda'a fi zâlike themanen. Gayr damin ki mesela metlel abdi yustahabbu bi hurriye. Mesela kulunu setuvatı ki. Kulunu setuvarsa bu kulamaz hür çıkıp kapı. Şuna buldan da zertat şunama. Ki satkadımdın tutulğan mı? Bu başmasın. Bu şu ahvalda bu çağın gayr damin deydi. Mesela bu kul deb setdi oldu bunu. Böyleken. Şu kolda durup ölüp ketip kalsa bu tülmeydiğen narsa. Bu her bir adam özü yaşayıp tülüp kalandık buldu. Mesela. Bunu gerdamı demez. Lekin bu şunda ahvalda bu manç pul algantım buna deb turuldu. İddia fidelge thamanan. Ben bunu 100 bin koyga algantım deb turuldu. فإنه وإن هلك عنده özünün qolda alakulab ketgan bo'lsa-mu yerji'u bis-samani. Pulni shu go'llab satgan odamdan to'lib oladi. Tamam? Fa fi qawlan davomga bunda ikki xil qarash bor edi. Annahu la yadmanu idza lam yazid ala man yajib. To'ltirgan, tutilgandan topolmay qolsa bu davom emas, senga chiqdi bundan. Wa yadmanu idza wajada ala man yajib. Yani tültülü adam çıkmasa, tülgen pulunu sepede çıkar, tülgen pulunu tültülerden bir adam, tutulgan bir adam tepe alsa, dağının da yenge çıkıdı dedi. Yani dağının olandı, dağının olmadı diye de şıkıl karış peyda oldu demek ki. Ve amma min ayyi vaktin tasihhul gallatu lil mustahik. Yani kaçandan tatip, bu şu setvagan nasının kirimi asli ilgisinin buludu. Mustahak deganimiz aslisi. Qachondan ta'tib shuning bo'ladi. Faqila yawmal hukm. Mushu o'y ma'danning ekanida qozoqning buyurib bergan chaqdan ta'tib buning kirimi shu egisining bo'ldi deyilibdi. Bu birinchi qarash. Waqila min yawm thubutul haqq. Thubutul haqq degan shu hukm qilgan kun subut bo'ladi. Boshqa kunmi? Qozi kun chiqishdan burun mushu yo'lingizda vaziyat Hüküm kılışının bunu sabit olmalı. Yani sabit bilmeyden ama bana sabit oldu. Belki bu açılarını yalgan bulsun ki. Çıkıp ispat akagan günden tatip beyle. İspat akagan günden tatip şunu buldu deyildi. Vakile min yevmi tevqifihi. Kazakın baş toxtulan bu davan soraymayız da şuna toxtup koygan günden tatip deyildi. Şu qaraş var. وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاث. يقرق إيش وقت ندق من يوم الحكم، من يوم ثبوت الحق، من يوم التوقيف تدق. مشو إيش وقت من برسدن تعتب أش كريم أش ناسن إجسنن حق بولدو ده فرسا. فإذا كان أصولا أن بو ستلنغان ناسا أجر درخ ولد قاسا أصول يعني درخ ده إنسان دل درخ. فيها ثمرة ميوزوا دلدرخ لا ولا قاسا فأدرك هذا الوقت الثمرة مش شغبة مش شغنın birisida mevisi bahalatda qo'lga topshirib olalsa bu ma daraxtni setib olgan bu daraxtni bu meninkida birisi chiqdi qozoqni ondan buni tekshirib aniqlab shuni ekan dedi shunama lekin qaysi jarayondan isbot etilgan chaqdan tartib da'vo so'rashga to'xtab qo'ygan chaqdan tartib deydi yoki hukm qilgan chaqdan tartib deydi shu chaqda birisini desak masalan shu chaqdan tartibni kirimi bilan bo'ldi desak asli egizki bo'ldi desak shu chaq qaraydiganmiz shu chaqda meviz bormi yo'qmi meviz bog'lab qolsa valam yuqtaf ba'd taxir meviz uzumga holat bo'lib qolsa
bu çara faqila innaha al-mustahaq ma lam tuqtat. Üzülgan bo'lsam, shu daraxtning egisiningki mevasi bo'ladi deyilibdi. Vaqila ma lam taybas, qurib ketmagan bo'lsa, gulolab ketmagan bo'lsa deyilibdi. Vaqila ma lam yatib, taqib pishmagan bo'lsa deyilibdi. Va yarju alayhi bima saqa. Davom ekan u mevasini olib ketgan ekan, bu setvochi uni sug'urib, o'g'itlab qilgan to'g'ri, shuning chiqimini daraxtning egisidan to'lib olibdi. Bima saqa va alaja al-mustahaq min yadayhi. Qo'lidan ta'tilgan kishi bilishib, kuch chiqarib, ishlab, sug'urib qilgan shu chiqimni to'lib daraxtning egisidan. وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار. الإبار يعني chanlashtirish bu. Xo'ma daraxtlarni chanlashtirdi. Boshqa daraxtlar bo'lishi mumkin chanlashtirdi. Xo'ma daraxtlar chanlashtirgan bo'lsa, masalan, chanlashtirishdan burun setib olgan bo'lsa deydi. Va amma in kana ishtaraha ba'da al-ibbar, chanlashtirib bo'lgandan keyin setib olgan bo'lsa, فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم. وشانلashtirgandan keyin setib olsa albatta meva daraxt ekisdan bo'ladi. U mevani ham da urug'ini paydo qilib harakat qilgan kuch shu meva ekisdan bo'lgan shuni tayyorladi demoqchi ekan. To'lmaydi degan gap hozir. Shuni to'lmaydi. Kudret. Manımda tanışıp olan deyin de meyve setvarasına olur. Yok, bunun mustahak. Tanışıp olduğundan keyin mustahakning bu daraxt egisinin asligisinin bu mustahak degan asligisi. Asligisi mana chiqadi mustahak degan. Tanışıp bo'lgandan keyin degan shu odam tanıştırib. Shu asligisi tanıştırib bo'ladi ekan. Chanlashtirib bo'lgan chaqda boshqa bir qo'yuvchi buning birini boshqa yerga minunda qilib setib o'tibdi ekan. Keyin aldab setib bo'lgan adam chiqqanki adam chanlashtirib olmasa, egisi chiqqan bo'lsa, bu ham bir yuqorida biz bayon qildik. Shu ba'latda uzilgan bo'lsa, shunda bo'ldi, uni o'g'itlash yoki ishlagan chiqimni to'laydi dedik. Endi hozir chanlashtirib bo'lgandan bo'lsa shu asligisining bo'ladi. Injuzdat. Injuzdat degan üzülgan bo'lsa dedi. Mevasi üzülgan bo'lsa. Va yarju bis-saqi wal ilaj. Endi ishigan naqiga, sug'organ naqini to'ldirdi dedi. Va qala ashhabu yal lil-mustahiq ma lam tujad. Üzülmagan bo'lsa daraxtning egisiniki u meva. Wal ardu idza istuhiqqat, endi zimin ulab buning egisi chiqqan bo'lsa, buning kirasi ya'ni ijara kirimi innama huwa lil mustahiqqi in waqa al-istihqaq fi ibal zira'at al-ard. Ziminni ijara beribdi. Mush ijara pul kimning bo'lsa, zimin egisining bo'ladi. In waqa al-istihqaqda igi chiqib qolish qachon bo'lsa, ziraat teriydigan mezgilda bo'lsa, ibar degan vaqtda degan zaman. Wa amma idza kharaja al-ibanu, endi ziraat teriydigan vaqt chiqib qolgan bo'lsa, faqat vajaba kira'ul ardi lil mustahaqqi minhu. Setvochiga bo'lib ketdi ziminning kirasi dedi, ijarasi. Wa amma in kana bighayri nuqsan, endi yuqoridagisi ziyodani ketdi. Ve in kana taghayyara bi nuqsan dedi. Sizga qanday? In kana taghayyara bi nuqsan. Fa in kana min ghayri sabab al-mustahaq min yadayhi. Setvochi aytganda sababimiz o'zigidan ozib ketgan bo'lsa, masalan, semirib ketganni o'zigidan olib ketdi, urug'lab ketsa o'zigidan kemib ketgan bo'ldi. Fala shay alal mustahaq min yadayhi. Bu chaqda o setvochi o'zini to'lab bermaydi. Va amma in kana akhadha lahu thamanan, endi kemaytirib buning pulini olgan bo'lsa, mesela yadima dara mana ba'vine chiqyapti, ya'ni buni kemaytiryapti deydi. Chiqayotgandan keyin chiqilib ketgan yog'och tashlarni setib turdi. Fayabi'a naqdaha. Naqd degan shu yiqilgan yog'och tashlar.
yiqiliqini setayotgan bo'lsa, summa yastahiqquha min yadihi rajulun akhar. Andın aşı öymünün gitti deb boshqa bir egi chiqib qolsa, fa innahu yarji'u alayhi bi thamani ma ba'a min an-naq. Ay satqan yiqiliqlarning pulisini to'ltidi. Buni u yerni chaqab, yog'och tashlarini mashhur setgansa, akalar pulni deb to'ltoldi dedi. Uyning egisi. Qala al-qadi kim? Al-qadi ibn Rushd, mush al-Hafid yani, mush muallif al-Bidaya. O'zini demakchi. ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه. إمام مالك شاگردلarining mazhabidan men naql qilgan mushqarashlarda tutamliq bir talashtirishni uchratmadim. Asosan Maliki mazhabining qarshi bunga ittifoq kelgan. Yuqoriqida. Wa ya usuluhum fi hada al-bab. Mush babda bularningki tayindigan asoslari mushular Maliki mazhabining. Endi hozir qadar boshqa mazhabning gapini qilmagan. Ama boshqa mazhabning gapini ham boshladi. Walakin yajiu ala usul ghayr. Boshqa mazhabning usuliga asosan bunda gap chiqadi dedi. Annahu idza kana al-mustahaq mushtaran bi'arad. Al-mustahaq degan setilgan tovar. Setilgan tovar bu egisi qilgan narsa. Mush narsa tovar bilan setilgan bo'lsa dedi. Mana boshqa mazhabning qarashlarini bayon qiladi. Va kana al-aradu qad dhahaba. Endi shu tovar qo'ldan ketib qoldi. Masalan, bug'doy setildi, u bug'doyni narxi berilib ketgan deydi. An yarji'a yoki annahu yarji'u al-mustahaq min yadihi. Lekin u setuvchi kimdan to'latido narsani, chiqib qolgan narsani. Yarji'u al-mustahaq min yadihi bi'arad mislihi la biqiymat. Asli shu satqishidan to'ltidi, lekin nimadan to'ltidi desa bi'aradin mislihi. Shuning o'xshash tovarni to'ltidi, qimmatini emas. Masalan, bir tag'a bug'doy sotib olgan bo'lsa, bir tag'a bug'doyning pulidan maydi, bir tag'a bug'doy oladi uni. Wa humul ladina yarawna fi jami' al-mutlaqat al-mithl. Biyadki g'ayr, boshqa mazhablar kimlar bular? Qanday bir buzayotgan narsa bo'lsa, uning to'limiga mislini to'ltmaydi deydiganlar bo'ladi. Mislini to'ltmaydi deydiganlar bu yerda mana mislini to'ltmaydi, qimmatini emas debdi. Va kadalika yajiu ala usulul ghayr, yana boshqa mazhablarning mushu babdagi usuliga asosan bunda gap chiqadi deydi. An yarji'a al-mushtari idza istuhaqqa minhu qalilun aw kathir. Bayatımız Maliki mazhabiningki qarashini bayon qilgan vaqtimizda setib olgan narsaning hammasi boshqalardan chiqib qolsa, yoki bir qismi, yoki jiqra qismi, ko'p qismi boshqalardan chiqib qolsa degan tuqqo. O'shada oz qismi boshqalardan chiqib qolsa, oz qismining pulisining to'ltoldi sotqichidan degandi. Mal debdi, ya qanchalik qismi boshqalardan chiqib qolsa, o'sha hammani o'ndirdi. Mesela 100 metre yani setib olgan bo'lsa, bundan 20 metre rasa satuvchining, 80 metre boshqalardan bo'lib qolsa, iysi qolgan bo'lsa, 80 metrni iysi berdi, 20 metre qoldimi? 20 metrni satuvchi alamani, men bergan hamma pulni akalar deymiz. Aksicha bo'lsa, 20 metre boshqalardan chiqdilar, 80 metre satuvchining bo'lsa, 20 metrni iysi tatib oldi, 80 metre qoldimi? 80 metre alamani deb to'lagan 100 metrdan pulini qaytarib olganmiz. Lekin Maliki mazhabda 20 metrning pulisidan qaytarib oldi, 80 metrni saqlab qo'ydi degan. Bu dabdan li'annahu lam yadkhul 'ala al-baqi wa lan 'aqada 'alayhi bayon. Mana. Chunki 20 metrni qolgan taqdirda esa, lekin u qolgan 80 metrga savdodir, savdo bitmagan bo'ldi. Asli savdo bo'lmadi dedi. Qolganiga u savdo bitmagan bo'ldi. Wala waqa bihi tarad. Uning parchasida razilashgan ahvol. Bir butun narsaga razilashgan. Dantin u yerin parchalanib ketib qolsa, u qolganiga razilashgan ahvol yo'q. Endi buzib 80 metr qaytoqdan tushib, og'am qo'ldan qaytasmaydi. Kamula kitabul istihqaq bihamdillah. Mushulan istihqaq kitobi tamomlangan bo'ldi. Alhamdulillahi robbil alamin.
Kitab-ul istihqoqni ayrim bir kitob qilinibdi. Amaliyotda boshqa mazhablarda buni kitab-ul g'asb yoki buyu' shunga chigizdi. Bismillahirrahmanirrahim. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va sahbihi va sallama taslima. Kitabul hibat. Hiba degan Uyg'ursini hibatlab badi. Hiba degan qarshiliksiz biritish. Hech qanday bedel aralashmagan, g'araz aralashmagan. Al-atiyya al-khalisa an al-a'wad wal-aghrad. Demak, hiba degan hech qanday g'arazsiz, maqsadsiz, bedelsiz berib etgan narsa. Allah Taala subhanahu al-Wahhab. Wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Yani sizning huzuringdan bizga bir rahmat ustidan bir hech qanday sababsiz bakadim muznalam bir degan. Sen haqiqatan davomli bunda bekadim bir to'g'richidan degan. Yahabu liman yasha'u inathan va yahabu liman yasha'u dhukur. Bakadim da bir hadiya yoki atiya deganlar o'xshashi. والنظر في الهبة في أركانها وفي شروطها وفي أنواعها وفي أحكامها ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة فنقول أما الأركان فهي ثلاثة الواهب والموهوب له والهبة وهبة كأركانه مشتهد birincisi vahid berib kuchi ikkinchisi al mawhub lahu berilguchi wal hiba berilgan narsa amma al wahib fa innahu ittafaqa ala annahu tajuzu hibatu idha kana malikan lil mawhub sahih al milki demak barcha cho'g'on narsaning egisi ekan bu igdachiligini maros to'liq igdachiligi bor unda hech qanday bir shubha yoki boshqa shirkat nisb qilmagan bunda bir ahvol bo'lsa bu birisiga shuni bersa bo'ldi وذلك إذا كان في حال الصحة يعني سلم على كسلمس إغريت قاعن ولد بلا من مكير انصرافن كسلمس سقالت وزن ملك وسا عندي أنا وحال إطلاق اليد ديان تصرف قلادغان بوسا يعني محجور أمس عندها حالة بوسا برسي بالناس بربسا شنو بقول كده مشكلة gelmez. واختلفوا في حال المرض عند كسل على التباس شو يعني وفي حال السفه والفلس أنا إطلاق اليد نسمع حال السفه والفلس حال مرضيا صحة قد كم مناسبة البربرة بحث كسر أما المريض فقال الجمهور إنها في ثلثه يعني أنه هبسه كشتم برد كشكي جاري أسلام بردم خط كسل ولا قلب كسل ولا لا كسل يبقى شاطر ويلاقيهم مش كسل ولا كسل ممكن الله قالسا بقول فينا شوا مش فينا مش كسلنا بقمغان مش أسك أولمغان ما قدام بتماقت كسلنا قرمغان كيمن باك نجيب المشروع قمغان مش قطن قلام ودك خندق الله باكسر بنو يحصل فيها إذا أمر خشلاجة ما بينانا فلان بربتن ما بينانا فتان بربتن دبلم مش بينانا بشيء بربتن مش أسك بالله خمس ولا مرس قلدمس Lakin bu ölüp ketmiş ama ölüp ketkenlikken biz ya üç binanın hazır çıkkısını hesabımız birisi hesap da bana yıkatılmalar şu birine tasniflasın. Ve Cumhur'un karışımdı bu. Bunun delileme teşbihen bil vasiyye. Ona delilemeke kıyas. Bütün mülkten üçten bir. Bütün mülkten üçten bir dairesi ki. Sakîkası müsküşüge. Saqib andikin keyin yuqorida tushib bo'ldi. Saqib qasa tushkiga. Kisal vaqtidagi mulkini ushdan biri. Ha, shu sabab butun mulkini ushdan biri. Saqibdan buyon mulk berilib qolsa. Nima edi? Hal as-sahha va g'unikum bo'ldi. Hal as-sahha dedi. Mana tashbihan bil wasiya demak bu dalili jumhurnamga qiyas ekan. Vasiyatga o'xshatdi. Kisal holati vasiyat qilib qolsa ushdan biri esa dedi-ku. يعني الهبة التامة بشروطها بالوصية ديال كيسالات تماس نورمال وصية üçten birde kişiye emasmi? Şunu aytayım. Yani الهبة التامة بشروطها baş şartları to'liq bo'lgan shu hiba üçten birde hesap bo'ladi deb tujum.
وقال طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر جماعة من السلف كم لكن تابعين له وسند تابعين له وظاهري لا بولادن برجروب نتو إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات. نمر بركن بوسا كسل çağda biritip ilap qalsa aşınasın birikə hesab Bütün bu tutuna. Bütün asmadan tutun hesabının şu narsani tutmuş. 20 olsa 20. 80% olsa 80%. Hammasi olsa hammasi. Üçten bir degan gap yo'q. Burası qiyasdan bilaman mazarida. ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة منه. Bular hammasi ittifoq, ulamolarimiz ittifoq. Kesal chaqda, eg'ir kesal bo'lib qilib yetib, ma'nosini beribdan balanga deb bulab, keyin g'at saqib qolsa, ashi hisob beribdan bo'ldi. O'ja qaytarammaydi. Men saqib qoldim, unda o'zim qaytay buni demaydi. Ya qadir hiba to'g'ri bo'ldi. Uni qaytarilishni o'qma u boshqa. فيها خلاف كالكلب يرجع في قيد فهو وشذا undaqı bo'lmaydi desa yandirish bo'lmaydi. Endi qabiy shovaniga unda desam bo'lmaydi deganga chiqishi. Qabiy bo'lmaydi deb nima musulmonda ishga o'xshab qolsa bo'lmaydi. Shu tanfir hamda shu. Demak bularning ittifoq kelgan bir yeri bor ekan. Kesal chaqda bir o'tib, keyin saqib qolsa bir o'tgan hisob. Endi qaytish qaytmas bu boshqa. O'lib ketsa, saqam o'lib ketsa, jumhur 3dan 1ni shuni hisob qilamiz dedi. Mavla hammasi hisob dedi. Umdatul jumhur hadisi Imron ibn Husayn. Bu jumhurnikini bayatdan qiyas dardi. Hozir mana hadisni deb chiqdim, ha? وعمدة الجمهور حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اعتق 6 عبد عند موتهم لا çağda 6 qulunlar ham nazar qilib 6 qulunlar hammasi azat oxiratda asqatada bilan فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الباقي. Şuna Resulullah sallallahu çek tashlag'anti. Bu odam o'lib ketgandan keyin, tamam, sevimsizlik kelgandi. Bu odam o'lib ketdi. Ketgandan keyin Resulullah sallallohu alayhi vasallam çek tashlab, ikkini azoblab, 4ni, ya'ni pul holatda shu mulki meros qilib qoldi-da. Demak, bu hozir 3dan 1ni hisob qildi deganga sunnatdan dalil keldi. Ba'dan qiyoslagandi. وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال. ظاهرين دليل جو استصحاب كن. استصحاب ما من الأدلة الأصولية المختلف فيها. شنو؟ استصحاب كن مثلا برناسنا من أصلا إن إثباتنا يمكن نمتاسة ولا قلت شنو؟ يا أشهد أنه ملكته. Bu bunda davamlışı yurdu. Kaçanı ki bu hükmü o'zgartiradigan yana shunda yaqiniy bir hukm bo'lsa, unda o'zgaradi, bo'lmasa unda davomli yurdi. Xuddi masalan istishab degan birisi tarat olib tashlama. Tarat olgandan keyin taratni sundimi deb shaklinib qolsa, sunmaydi. Qachon ekan tarat sundi degan biranda yaqinga teng keladigan unda bir nima bo'lsa, masalan ovoz ya quroq bo'lsa, ya namlik masalan. Bu chog'da undan suntiladi. Bo'lmasa uni ixtanmaydigan tuvan darajadagi narsalar asli hukm o'zgarmay ketaverdi, davomlashadi degan. Ya'ni halil ijmo. Yani ijmo holatidagi ahvol davomlashadi dedi. Buni bayoni bunda ekan. Vazalika annahu lamma ittafaqu ala jawaz hibati fi as-sa'am. Saq chaqda hibati joiz deb ittifoq kelgandan keyin vajib istishab hukm al-ijmo' fi al-marad. Kesal chaqdimi saq holatdagi hukm davomlashi lozim. Kesal chaqda bo'lmaydi deydigan bir dalil kelsa, u chaqda uning ibisi joiz bo'lmaydi. Tamam? İlla ayyadulla delilun min kitabin aw sunnah. Kitap ya sunnatdan. Yani nas bir delil bo'lsa, u chaqda kesal chaqda buni ibisi joiz emaskan deyib turadi.
Sünne beyinler yani seyyedisleri. Vel hadithu indahum mahmulun alal vasiye. Anda manama hadiste sünne beyine keldiğan manama hadise cumhur. Bunda ya u hadisteki vakalik vasiyet qilgan deb tushunamiz uni. Hiba qilayotgan ish emas. Vasiyat qildi, keyin anda Rasululloh odam o'lib ketgandan keyin vasiyat uchun chiqqani hisoblab qolgan to'rtni meros qo'ydi demoqchi ekan. Vasiyat o'zgaga ijro bo'lishdan hiba shu qilib ijro bo'ldi. Bu hadisda Rasululloh buyurganlarida o'lishdan burun o'lgandan keyin Tigidin hiba bo'lmadi o dedi. Tigidin hiba bo'lmagan. Navasiz mi? Bu hadisdan biz xato ketdik. Vafot etgandan keyin ijro bo'lgan vasiyat kelgansiz yoki vafot etishga hadiya qilib Ya bu anda öleş aldılar. Kullarım azat tapın ölüp. Evet de o adam ondan okulup olmayan çağdan Resulullah bundan önde bir taraf kılır. Mağara vasiyet de duruyordu. Zahirinde bu vasiyet onda hibe kuvvetken şu anda duruyordu. Böyle sadakalarınki Resulullah tarafından Sadaka degan bu ahiret hisobini ko'zlab qilgan narsa. Hibe degan inson ko'ngilni qo'shib qo'yay. Menda qo'shilib qolsin. Ama yaxshiligini qaytaray buni. Deb qilgan narsa. Demak, sadaqa degan Alloh taoloning huzurining savobi. Sadaqa degan boy faqir qilgan narsa. Hibe degan faqir boy bo'lishi mumkin. Buni vasiyatda qilgan işte deb turibdi bu zahiriylar. والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة لكن مخوفة يعني يحجز لبتما يحجر تسيقول مثلا قندا كسل بلاب قاسا بوچarda yibimiz üçten birlan kişiye başka kişiye maalesef uçarda destekler koymaz ise ya al-amrad al-makhufa na korkunç kasallar sığır yetib ketdi biroq kishida tugab ketish mumkinda qo'rqadigan o'lib ketishdan qo'rqib qoldigan bunda kasallar deydi bu kasal o'tib qolmasa ham jukammi kasal qizmi kasal masalan boshqa besharib qolganmi bo'lmasa burun yallig'imi kasal bu qatorlar rasmiy ansirab qoldigan holatga to'bash kunlik hatto uzuni barmoqdak deb ansiraydigan kasallar deydi. وكذلك عند مالك الحالات المخوفة yana İmam Malik nazarda kesillanmas taqa o'lib ketish ehtimoli bor deb ansiraydigan ba'zi bir ahvollar jiddiy paytlar masalan al-kawn bayna as-saffayn taza urush qilib o'tib dushman bilan elishib etishib endiki saptashiga butun ma'lumotlar adashishlik birikdi g'azilab qaytsanglar siz sultanlar deblamında yadan o'lib ketib anqo'da bo'ylab qolganga va qurbil hamil min al-wada' taza shu to'lg'oq yap allakallada to'laqdan shu ayat ana shu to'lg'oqda o'lib ketsin deb bu to'lg'oqni yomonligidan jen chiqib qolamiz deb vaqtida tug'utgan nisqalar yoki boshqalarga Kur'an narsani bilvatda butun mulkini tutgan bilvatda yendagunda bilvatsan وراجل البحر المرتج taza dolqunlab turgan kiyimini o'rvatdidagi shunda dolqun bor denizda kiyimiga mingan kishi kiyim cho'kib ketdilar deb qo'rqib qolgan holda buni kuchga ega emas edi. Uchdan birlar kuchga ega edi. Demak bu mahjur buncha. Uchdan birga tushirib qo'ymiz buni. Va fi ixtilof yani İmam Malik'in gelmiş halat-ı makhufa onu tılappar ediyor. Başkalar da amrad-ı makhufa yanında asıl ittifak olsa bunda halat-ı makhufada İmam Malik yanında lakin başkalar olmayan. Ve emmel amrad-ı muzmine diyene şu uzun müddet etkilenen keserleriydi. Sakaymak uzun müddet etkilenen. Neticeli olan. فليس عندهم فيها تحذير bununda çekleşiyor. Yani hem hibise kuşki iyademek. وقد تقدم هذا في كتاب الحجر. Bunu bir bayan kıldık kendik. Kitab-ı Hacr'da bayan kıldık.
وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية. Sufaha ve muflisuna hacir kılış lazım, bunu tasarruf kılanmaydı dep qarıgan ulamalar depti bununki hibisi kuchli emas. Yani ishdan birdimi kuchli emas demoqchi. Nima? Ishmi. Wa amma al-mawhub degan shu beritilgan narsa. Fa kullu shay'in sahha mulkuhu. Aşını igi bo'lganligi to'g'ri bo'lgan narsa. Ya'ni igidachilik sog'lom bo'lgan narsa bo'lsa shu birasi bo'ldi. Harom narsalarni harom narsani igi bo'ladimi deganda maqlab. Deganda igi bo'ldi zot mushuning ki jildigan narsa bo'lsa yoki sotoladigan narsa bo'lsa bo'ldi. Buni hiba qila oladi debdi. Wattafaqu ala anna al-insan an yahaba jami' malihi lil-ajnabi. Bular ittifoq etdi. Yat birini tuqqan emas, balasi emas. Yat bir adamga bütün malini bersa o'zidan ixtiyor. Hamma iqtisodini falon berdim, yoki faloni maktabga otvatdim, yoki yetimlar maktabiga, gazetchilar maktabiga berdim deganda qarshimda bir o'ringa, yoki bir shaxsga bersa u kuchga ega, buni ittifoqli. واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة. Ballardan bazıga berib, bazıga bermay. Yani bazıga jiqroq berib, bazıga azroq berish masalasi ixtilof boshlaydi. Aw fi hibati jami' mali li ba'din dun ba'd. Yani bütün malini bazı ballar bir bilan bazıga bermay qo'yib qo'ysa ixtilof bo'ldi. Faqala jumhur fuqaha al-amsar bi karahiyati zalika lahu. Bunda qisi makruh dedi. Bunda qisi makruh bo'ldi demoqchi. Walakin idza waqa 'indahum jaza. Makruh, lekin ashunda farq bo'lib qolsa yoki birisiga bermay qolsa bagin bo'lib ketadi. Ebisi kuchliga debdi. Jumhurning gapi ma'lum. To'rt imomning o'shaning ichida bo'lishi mumkin. Imom Malik boshqalar. Va qala ahli zohir la yajuzu at-tafdil. Unda ortiq ba'si bo'lmaydi, tang bo'lishi lozim. La yajuz degan mishada yajib at-taswiya demakchi. Tang bo'lishi vojib. Fadlan an yahaba ba'dahum jami'a mali. Bizga az bir bizga jiqbasa bu bo'lmaydi, tang berish lozim. Bizga faqat bermay bizga bir qolsa albatta bo'lmaydi. Va dalil ahli zohir. Unda dalil ahli zohir degani qaraganda muallif ba'zi ahli zohirning qarashini tarjih qilayotgandek turdi. Boshqa o'zi hozir narsadan aqlga qasam qilmoqda. Bo'lmaydi degan al-Zaidning qarashi kuchlimaydi. Shuna g'achchilar keldi. Hadith Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma وهو حديث متفق على صحته وإن كان قد اختلف في ألفاظه والحديث أنه قال إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا ما بلغ بش قلنا بربتم يمكن أصلا بنا قلنا يا بالبغل بربتكن بربتكن بنا أنا سه bu işin puxtalash uchun bu shunga Rasulullohning guvohi qilib qo'ysa turadi Rasulullohning qishqirib kelgan bo'lsa ma balamga shu qulni berib o'tgandim mushunisi guvohi qilib qo'ygan bo'lsa degan ekan sen boshqa bolalarga shu o'xshash qildim dadimi nahala degan va haba degan ma'noda atun nisaa sadaqatihinna nihla hibatan yani shundan qarshiliksiz shundan berib o'taman Alloh taolo hayırlar. Ajında bir etken narsa bo'lgan ekan. Qala la ya boshqa banda mushbalan qilinmadim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fartaja'u. Undan sonra qaytirib oldi. Qaytirib oldi, ha? Demak bu kuchli emas, bu botil narsa buni qaytirib oldi degan. Wattafaqa Malik va Buxoriy va Muslim ala hada lafz. Demak shu fartaja'u degan bu lafz bilan Imom Malik, Buxoriy, Muslim ham rivoyat qildi. Muttafaqun alayhi lafz. Bazılarla farduduhu deb kelgan. Qalu wal taja'u yaqtadi butlan al-hiba. Qaytirib degani ashibininki botil kuchga ega emas ekanligini taqozo qiladi. Va fi ba'd alfaz rivoyat hada al-hadith mushahidsin ba'zi lafzlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Hada jawrun. Bu zulm bu. Yani bir rivoyatda
inni la ashhadu ala jawrin. Ben zulümga şahit olmayman. Yani bir rivayette eşhid ala hada gayri. Bunu başka bir adam guvaltı var. Ben zulümü guvaltı olmayman diye. Başka guvaltı var diye de bu guvaltısın bakar denge bastı. Yani bunun hazır eğrede otkanın ibaret. وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله. Köpçülükninki aşk küçükü ige diyen karışının diliyle bir icma var dedi. Sağlam halatda yat adamlığa öz hemme mülkünü bir vesi bulduğu bunun bir icma var. فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى. Yat adam gibi bir vesi bulduğun bolsa özünün balası bir vesi müşkül olmayken bu kıyas evlevi demek. Bu aciz. Yani cumhurun delili acizdir. Nas'ın mukabilede kıyasını götürüp çıktı. Yani bu kıyasını tekşirip baksak kıyasın ma'al fark. Çünkü yatkı bir vesse. Bir yatkı bir başka yatkı vermese onun adaletine kalmaydı. Silerahim üzülü kalmaydı. Lakin bir balık verip başka balık vermese silerahim üzülüş Vallahi oturup ittifak adalet kayıldı. Hem bu dadis kartan buldu. Hukuk payda olan gibi. Doğrusu kıyasuke ma'al fark değmez. وهو قياس في مقابل النص واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور حديث ما أثر أبو بكر مشهور بالواقع دليل أنه كان نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا من مال الغابة غابة ديان برجين نصر مدينة يعني بعض الوقت العالية دمكة Ayşe radıyallahu anh'a 20 vasak meyve üzülesini verip diken. Juda diyen katlanmış. Şu bir joydagi pomaya uzun bo'lsin ekan. 20 vasak meyve üzüleni de verip diken. Falamma ahadatu wafatu qala wallahi ya bunayya. Ular ketgan chaqda qizim Alloh bilan qasamki ma minan nas ahadun ahabbu ilayya ghinan ba'di mink. Kişiler içinde menden keyin qalsa boy bo'lsa ekan deb men shunda orzu qilgan sizdan bakmi sevimli bir kishim yo'q. Wala a'azzu alayya faqran ba'di min. Namrat olib qalsa men chidaydigan odam yo'q sizdan boshqa. Wa inni kuntu nahaltuki judad 20 wasaqan. Sizga 20 vasaq usulni uzular deb bergandim. Falau kunti jadatihi uzvaran bo'lsangiz wahtazjihi ilkinizga chigizgan bo'lsangiz kanalaki o'sini bo'lib ketdi va innama huval yawma mal warat agar unda chigizmagan bo'lsangiz u chaqda bo'ldi uni olmaysiz hozir u miras darsi ketdi bizning tutqanlarimiz buni miras qatoridan o'ylab bersin oladi buni Imom Shafiy al-Umm degan kitobida ya'ni Bayhaqi va boshqalar rivoyat qilgan qalu ana o'sha bir asarda bullatu qalu meclis istidlalda وذلك الحديث المراد به الندب yuqoridagi Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning hadisi mandublikni ko'rsatdi debdi. Ya'ni uni vujub topolmay mandublikqa buribdi. Va dalil ala zalik nima uchun mandub deganlarsa buning dalili ana fi ba'd rivoyatihi ba'zi rivoyatlarda Abu Davudning yoki Tabaranining Mujamul Kabirda rivoyatida bunda kelgan ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ sana yaxshilik qilishda, kuyinishda bularimiz tang barobar bo'lishini yoqtirmamsa? Qala na'am. Qala fa'ashd ala hada g'ayri. Undan keyin buningga mendan boshqa birisini guvochlar debdi. Nima deydi? Sen bolalarga tang bersan, hamma sana o'xshash muomala qilib, kuyinib yaxshi ko'rdi. Birsi bo'lsa, ba'migina senda ranjib qoldi demoqchi. Endi qalbir vasila degan unda bir nima bo'lgan ekan, bu mandubni bir g'oyish deb turadi. Bu ayetimiz buraya yetki Kur'an-ı Kerim ya nisa ennebi rasulü ehad min nisa fi ayeti Peygamber yazıp kılga şirket hükmünün bayası başkaları okuma diyor. Bu umman sunumunu Yok, İmam Ahmed'den karşıda bazı balaları Allah'a bir ahvalda bulup kalsa, bunu ayrım bazı buluduğu da bir karşı oturdu. Ma'lum Cumhurda başlıyor hata sanatda, lekin Imom Ahmad mesela bir balsa eğer keser.
yoki namrat boshqa bolalarga bu ish o'qitaza yo'q bo'lsa yoki bu hech qanday tutamaydigan tal bizga o'xshaydi. Onga guruhdan chiqimini shu dars berib, nas berib, pul berib boshqa bolalar bermaydi. Boshqa bolalar o'zlarini shauqatlari bor. Onga menda qilsa bo'ladi degan qarashdayman men. Onga Hazrat Oyshaga berayotganni bu Hazrat Oysha ummahatul mu'minin. Allohning bir ahvol. Onda Hazrat Oyshaga unda sadaqa başına sinmeydi o. Zıp bir nima var. Bo'lgandikan, ashunda bir hurmati bor. Ashunda bir alohidaligi bor bo'lgandikan, Hazrat Abu Bakr ashunda xas bagini bu yo'lliqda degan. Boshqa unda da qaramaydi. Abu Bakrning so'zi shu. Qulimiz topshirib olgan bo'lsangiz, bo'ldim bu hiba tugidi. Hozir bu hamda O'zbekistonning meros qolgan, hamma meros qolgan, o'rta qolgan meros aylanib ketdi bo'ldi. Ya'ni ma kasal holatda yig'lanmaydi. Bu xatda bir qo'lni topshirib olmagan ahvolda hibidin yongandek. Bir tarafi shunday o. Safsarda birab, keyin kasal bo'lgan chog'da topshirib olmagan ahvol bo'lsa, yongan ahvol. Lekin bu voqelikmi o Resulullah'ın ayetinin altında taraf durmaydı. Yani bunun adı sahildeki bir mesele. Bunun senedini tekşirip, bunu biz kandaşlığı o birge meşhur rivayet geldi. Sabit mi, sabit demez mi? O birge. İspatlanılan ne gibi bu? Hadis emez. Eter. Yani fi'l-i sahabi. Ama bu muttefakun aleyhi. Resulullah'ın farklıcağı, hada cevurdi aşırısının tam kuralını turamaydı. Hem de bak balaga tang berish dedi. Qiz o'g'il balalar bo'lib qolsa, tang bermoqchi bo'lganda bo'ladi. Tang beramdo yoki miras bo'yicha lidzakar maslahatul sayin beramdo. Fiha khilaf. Ko'pchilik olimlar lidzakari maslahatul sayin birdo miras o'xshaydi. Az bir qism olimlar tang birdo. Akulla waladika nahaltahu mathalan. Kullu waladika dedi. Tamam. Sonra كان kızı oğlan mısın? Ve amma Malikun, hani İmam Malik. İmam Malik'in ayrımrak beynimisi var mı bununda? فقال مالك يجوز التخفيف ولا يجوز ان يذهب بعضهم جميعا ما دون بعض فقال جمهور فقهاء الامثال بكراهيه زاويه القصيده امام مالك قال hozir İmam Malikning qarashini bayon qildi deydi. İmam Malikning dalil qilishi hozir boshqa o'xshamadi. İmam Malikning dalilini hozir ayrimroq bayon qilyapti. Yuqorida dalil bayon qilmagan. Mana va amma Malik yani jumhurning ko'p qismi nima dalil qildi? Abu Bakrning voqeasini, ya'ni qiyosni dalil qildi. İmam Malikchi mana فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل هذا الوجوب. İmam Malik yapıp misaliga to'sashni vojib topirmaydi, ya'ni tang berishing vojib deb qarash lozim dedi. Mushu bakrak ehtimolga yaqin dedi. Undan keyin فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث. Undan keyin vojib desak, mujna hukm chiqarsak, nima kelib chiqadi? النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. هم مننا دريا برقانش بالسقلام خاص بريتشنا توساشنا كده تشكر dedi. فسبب الخلاف في هذه المسألة. Ondan keyin bu masalada talash sebep bo'lgan narsa nimasi? Muaradatul qiyas li lafzin nahyil varid. Qiyas hadisga cheklimiga zid kelgandek. وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم. النهي يقتضي التحريم ده أصول ده كيف قالنا شنو ما يلشتجان كما يقتضي الأمر للوجوب. الأمر يقتضي الوجوب دين أخشاش كما ده توصل الناس بو حرام نقول فمن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس
Hadisni malımız, kıyasni malımız, ikkisini muvaffaqlashtiramiz deganlar hadisni mandub deb sal tuvan tushirib, derisini tushirib, oyinda tushundi. Aw khassasahu fi ba'd as-suwar kama fa'ala Malik. Yoki Imom Malikning qilganda qilqa. Bu hadis hozir birisiga birisi beğenganda shunda. Lekin hammaga birisiga az birisi chiqmasa, mayli deb bunda deb qaradi. Undan keyin birisiga birisi beğenganga xos bu hadis. Ya'ni shu tahrim birisiga birisiga lansam harom deganni bildirdi. Lekin hammaga az ko'p bo'lsa, cho'ng masalama degan gap turibdi. Imom Malik jumhurdan farqini ayirishdi. Wala khilaf 'inda al-qaidin bil-qiyas. Al-qaidin bil-qiyas kimlardir? Jumhurlar. Zahiriyatning boshqa jumhurlar. Qiyasni dalil deb qaraydiganlarning nazarida ixtilof yo'q edi. Annahu yajuzu takhsis umum sunnat bil-qiyas. Sunnatning umumini qiyas bilan takhsis qilib o'tishga bo'ladi deb qaraydi. Bunda ittifoq bor. Ya'ni Imom Malikning hozir hali jamoasida bo'ldi. Wa kadalika al-udul biha an zahiriha. Demak, shu nasninki zahiridan qatsida atrafga burvatkilim bo'ldi qiyaslar. Joiz deb. Ya'ni an yu'dala lafz an-nahy an umum al-hadr ila mafhum al-kiraya. Hazr degan, harom degan nimadan hozir qiyasni shunda kelsak, harom deganning qatsida makruh degan gilam burvatkilim bo'ldi. Yani tahqiq qilib bo'ldi qiyasning inkorligida. Albatta. Qiyas az qarayindak. Wa amma ahli zahir, zahiri cho'sa falamma lam yajuz indahum al-qiyas fi ash-shar'. Shariatda uni nazar qiyas degan narsa bo'lmagan ekan, ya'tamadu zahir al-hadith. Hadisning zahiridan tayanda va qalu bi tahrim at-tafdil fi al-hiba. Az ko'p bunda farq bo'lsa harom bo'ladi. Evet, bizga faqat albatta harom. Undan keyin bu yerda hozir zohirining qarshi jalloq tuyuldi. Javodan o'shanda shunday bilan bo'lsa, ma'siyat ustida qo'rqasa, Arabcha shayxma deganda, menga mo'ldan bo'lsa mana shu ma'siyat ustida u banas kerak deyish mumkin emas. Chunki uni bo'lsa, ya'ni al-ma'siyat bo'ladi. Balonun ta'sir degandek muqaddas hajda to'xto. Agar shuni muqaddas bersa, ya pul berib degan uni hajat tuzmay shu ig'dasini saqlab qo'yish bo'lishi. Va yana gunoh istiqlol bo'lib qolsa, arab kishi qumoyni buzgan bo'lsin, bas bo'lmaydi. Chunki bu ya'anatun alal ma'siyah. Hozir mush masalaga chetishlik adam hayot vaqtida cho'ng o'g'illarga uyat berib, o'g'ilga uyat bermay, shu cho'ng uyda shu o'tirdi deb o'ylab, uni o'lib ketib qilgandan keyin, cho'ng uyni miras taqsim qilamiz, yoki qissan miras taqsim qilamiz deydi, lekin cho'ng bolalar bir-biriga birga hisobda bo'ldi. Cho'ng bolalar shunda bizga buni bir o'tgan, bu miras emas, bu o'rtog'ida. Sa o'rtog'ini bilishimiz deb ashuni ko'zini tikadigan. Agar ma zahirining qarashi bo'yicha asa, an kuchga ega emas desak, ay burun dadisi etpagan shu uylarni o'tirib tashla. Miras bo'ldi. Tagidan taqsim qilmaydi. Va da va rajih. Allohu a'lam. Taqsim bo'lsa shu uyni shuni qarata misollar agar u yo'lda bo'lmaydi. Ya, shu taqsim qiluvchini hozir taqsim qilgan ulamoning gapiga shunda unaydigan holatda uni albatta qazig'ini bor. Qazig'ini saqsud bilan qo'ymaydi deb surishtirdim. Biz hozir islom shariat tatbiqlanayotgan islom davlatining gapini qilyapmiz. Albatta jumhurning ichida sohibayni Imom Abu Hanifning shogirdlarining yana boshqa mazhabdagi boshqa ulamolarning sal farq qarashlari bor. Buni bu yerda unda tafsiliy bayon qilmadi. Shundan qumlab noquldi. Cho'g'lar bilan rasma qog'oz mezitni kichiklarga o'tirib yurishdi. Men dadamni epok kelishim rasmda aqolayda rasmni qasmaydi. Bu taxarruj bo'ldi, joiz. Taxarruj. Hamma ila ittifoqlashsa bundan. واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم. مشاع غير المقسوم. izohlab qo'ydi. Taqsim qilingan ichkilarning o'rtaq bir mulki bo'lib qolsa, shuni hiba qilgan ahvolda joizmi, joiz emasmi? Albatta o'zining nasibasini qiladi bu. فقال مالك والشافعي واحمد وابو ثور تصح. Mesela mirasdagi nimaga mo'childimi shu? Masalan,
5 milyon miras kaldı. Bu iki balının yanı bir anının miras. Anının ayağının mirası desek. Burada bunun her bireylerinin vesile ayrılmadığı olmadan. Ya kuluğa mesela mağı der, mağı imanın da bunda ayrılmadığı bu şahı. Ay miras ilgisi, mankılığın nesibine kamu birevette sıcak bulandı bu. Yaken de şirket olsa, şirketçilikten şirketin nesibine vesile birevetten sıcak bulandı. فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور تصح يعني هبة المشاع جائز مات. وقال أبو حنيفة لا تصح. إمام أبو حنيفة جائز مات. وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع. Köpçülük alımlar xudu sosyetikten bey'an müşa'ni mesela. Bu şirketki nisyanını sen sattın bize. Şu kolu tapşırıp algan çağda şu qabdı to'g'ri bo'lib, so'd to'g'ri bo'lib dedi, so'dni qiyos qildi dedi. Kama tajuzu qabduhu fil bay' tajuzu hibatuhu demoqchi. Lekin bulardan yana hadisdan shu Hunayn g'azotida o'ldirishgan Havazin qabilasiningki mol mulki va asirlarining vaqaligini belirtgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashularningki o'ljilarni Hunayn g'azotishga o'ljilarni 18 kun saqlab qo'ygan. Havazin qabilasi kelib qolsa, o'shani bizga qaytarib bergan bo'lsalar deb tilab qolsa, mana qaytarib beraman deb 18 kun saqlab qo'ygan. Saqlab qo'yganiga kelmagandan keyin mujohidlarga taqsim qilayotgan. O'sha suyustiga muallif qilib o'nbadigo, uni vujutiga, buni vujutiga masalan. Anda berib boshqa mujohid o'mo nesibisi berib taqsim qilayotgandan keyin Havazin undan keyin kelgan. Kelgandan siz chiqqan birga turinglar. Men sizni saqladim kelmadinglar. Endi chiqqan birga turinglar. Ya mol mulkimizga turadiganlar yoki xotin bo'lchaqlarimizga o'zlarini uni qaytarib asirga olgan asirlar mol mulk bo'ldi. Chiqqan birga turinglar. Ya'ni biz mol mulksiz yashay olmaymiz. Xotin bo'lchaqlarimiz siz yashaymiz, xotin bo'lchaqlarimiz turaydi degan ekan. Yani mening nasibam, mening qulam bo'libdimi? Men bo'ldi. Siz berayotgan. Qolgandan mujohid o'zi bersa, o'zining ixtiyori degandek, nima qilgan chog'da boshqa musulmonlar olmasa buni o'tyapti, berayotdi, nasibini deb berayotgan. Yani shu chog'da balki mol mulkni taqsim qilib, asirlarni taqsim qilmagan bo'lsa, taqsim qilmagan, lekin nisibisi bor har bir mujohid musulmon. Shunda holatda taqsim qilgan nisibini Rasululloh beribdi. Meni nisibim bo'lsa bo'ldi, sizga beribdi. Tatlım. Mushindal qilib hibatul musha'i jaizdir. وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن. Yani Abu Hanifa'nın tayinini bu rahniga qiyas qilishga iborat. Mesela rahni qo'ygan chaqda rahniga ayrim bir narsa bo'lishi kerak, nima? Yani muşa' bir narsani qanaran qabdi shart bo'ldi. Bu qabdi qilishning bu musha'ni qabdi qilib bo'lmaydi. Chunki bu ayrim bir narsa bo'lsa, mana ma'ni deb qo'yish kerak. Unda ekan, hiba qilgandimi, mana ma'u deb ayrim bir narsa bo'lishi kerak bu. Wala khilafa fil madhhab, yani madhhab al-Maliki fi jawaz hibat al-majhul wal ma'dum al-mutawaqqa' al-wujud. Majhul narsani hiba qilishi bo'ldi deb Imom Malik. Ma g'alati qarashmi. Majhul narsani yana hozir yo'q, lekin bundan keyin bo'lib qolishi, tepilib qolishi, kutilib turayotgan narsa bo'lib qolsa, birisi bo'ldi. Masalan, shu etizdan men oldigan bug'diyimni sana beray dedi. Yani shu terib turibdi. Lekin bir afat balo ketgan bo'lsa, shu bug'doy oladilar. Yakanda mushu oyda oldigan maoshini sana beray dedi. Mutawakkal vujudin. Mecbur degan, sen bundaki Kur'an sirgan pulni sana berayotay degan. Mecbur. Qancha pul surdi, qachon surdi. Va bil jumlati umuman jib esa kullu ma la yasihhu bay'uhu fi shar'. Shariatda bu mecbur bo'lganlikdan qancha qullanmagan bo'lganlikdan sotqilmagan narsa bo'lsa, bir joizdir. Min jihatil gharar. Nama'lumlik jihatdan shariatda sassi bo'lmaydigan narsa bo'lib qolsa, hibqisi bo'ldi deb. Esse sassı bulmayan narsa değil, hibqisi bo'lmaydi deyish kerak.
Bulan da turuptu. Ve qala Şafii ma jazat bai'uhu jazat hibatuhu keddayn. Satma olgan narsa olsa andan onu hibe qilib oldu. Qarzga o'xshash. Hibatuhu da to'xtamoq o'shadi. Ma jazahu jazat hibatuhu ve ma lam yajuz bai'uhu lam tajuz hibatuhu debtu. Ve kullu ma la yasihhu qabduhu 'inda Şafii la tasihhu hibatuhu keddayn ve'r-rahn. Mana İmam Şafii'nin nazarida qo'li topshirib berish degandek narsa to'g'rimidi deb qaraydiganlar narsa bo'lsa, u chog'da uni berib o'tishmi to'g'ri bo'lmaydi ekan. Masalan, kaddayn. Bu dayn degan qarz, buni qarzni qo'li topshirib olmaydi-ku. Bu gadan bo'lgan narsa. Rahnimi shundoq. Demak, hozir bu rahnni u o'zidan bo'lib ketmaydi. Unda tutib turgan narsa-ku. Shunday demoqchi. Demak, rahnimi bervasi bo'lmaydi. Nima qo'l tutib turgan narsa. Ya hozir birisida unda qarz bor desa, bunga puli olmaydi demoqchi ekan. Biz qarz sana bervatdim, falani qarz sana bervatdim desa, batida biraz belgi bo'landa unda ya, "Aşalardan pul topshirib olsam, bu pulni, lekin unda ketsa pul tuzib olmaydi" deydi. İmam Şafii'nin qarashi, İmam Ahmadning qarashi o'xshash. Ve amma al-hibatu fala budda min al-ijab fiha wal qabul 'inda al-jami'. Albatta, ijab va qabul bo'lishi lozim deydi. Barliq olimlarning nazarida. ومن شرط الموهوب له الموهوب له degan hiba berilgan kishi. Bu berilgan kishining qanday bo'lishi kerak, qanday shartda bo'lishi kerak? Ayyakuna mimman yasihhu qabuluhu va qabduhu. Ijab qabul shart degan ekan, bu berilgan narsa, hibani olgan odamni qabul qila oladigan salohiyat bor odam bo'lishi kerak. Qo'lig'ini ola oladigan. Va amma shurutu, umuman bosh shartga kelsak, fa ashharuha al-qabd. Baş şartı var ki meşhurraqi qo'liga topshirib elish degan bir shart bor. Yani أن العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد أم لا. فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط صحة الهبة القبض. Bular qo'liga topshirib elish hibaninki to'g'ri bo'lishini sharti. Qo'liga topshirib olmasa hiba degan gap yo'q. Ayshaning vaqaligida shunday bo'ldi-ku, topshirib olmaganiki hiba bo'lmadi. وأنه إذا لم يقبل لم يلزم الواهبة. قلت تفسير أمام بولسا وسا ينواس بولدو دين يبكين. وقال مالك ينعقد بالقبول. إمام مالك قلت تفسير أمسمو قبول قلدم ديشلالlam hibi bo'lib ketadi, kuchli bo'lib ketadi. Va yujbaru al-qabd. Qulga topshirib berishga majbur qilingan gap. Ya'ni qulga topshirib elish qaraylar. Masalan, ma'nosini sizga berdim desa ma'qul. Ma'qul, rahmat. Keyin ondan uni akasi yo'q olmayman deb tursa, olaman deb majburlar ekan. Kalbaya sava, masalan, so'zsiz o'xshash. Oldim satdim deyilgandan keyin pulni berib onasini almoqchi bo'lsa, pulni ololmasa, zo'rlaytib deydi. Fa in ta'anna al-mawhub lahu, berilgan kishi sal to'xtab turib qolsa, an talabul qabd. Akilama bilan masal qilgan narsani deyishsa, sal to'xtab tursa, hatta aflasal wahibu. Şu arlıktan qanday bo'libdi? Bermoqchi bo'lgan nima? Sarmoyada oylik qo'lda hech narsa qilmabdi. Bermoqchi bo'lgan narsa yo'q hozir. Aw marida batalatul hibatu. Ya kasal bo'lib qolsa, hiba bekor bo'lib ketdi. Kasal javob bermagan ekan, nima? Faqat topshirib olganda ekanda bu ijobat. Jumhurning o'zi qo'l topshirib olgan chog'da İmam Malik bu topshirib olgan chog'da tamom bo'ldi, lekin qabul qildim deyish bilan shu hiba kishiga debdi. Walahu idza ba'a tafsilun. Ba'din degan narsa birisi setib qolsa, Imom Malik tafsili qarashi bo'ldi. In alima fatawana bilib turib uni talab qilishda sal kechikkan bo'lsa, lam yakul lahu illa taman. Bu chog'da o'sha pulni samasanisini ko'rayotgan ma'qul, rahmat. Undan uning baribir setayotgan bo'lsa, agar sen demaysan, unda turish jarayonida setayotgan ekan, unda soatni baganda, soatni setib tutlab turishdan akaslar. Ya, İmam Malik tafsilunmuş. Ve in qama fil fawri kana lahu al-mawhub. Vaqt ekran dablan, yo'qlasa saat shunun bo'lib ketadi. Kamalikun al-qabd 'indahu fil hibati min shurut tamam. Demak, İmam Malik nazarida bu qabd degan to'liqlama shartlardan birisi deydi. Lekin sahha shart emas. Ya'ni u qabd bo'lmasmi, hiba hisob.
Kulu tapşırıp alganken tamam bolgan buldu ekan. Ve huwa inde Şafii ve Ebu Hanife min şurutus sahha. O qabd bolmasa yebe degan narsa bolmaydi olmaydi. Hozir shurut sihhatiga sabab shurut tamom degan shart ekanda. Hozir kulu tapşırıp elishni İmam Malik min şart tamam dedi. Yani kulu tapşırıp almasımı qabul qildim da ma'qul deb. Silmonman bergan bo'lsa ma'qulmi alay. Degan bo'lsa yebe bo'ldi dedi. To'g'ri bo'ldi. Endi buni qachon ayol bo'g'ildi desa, qo'l topshirib olganda undan bo'g'ildi. Lekin Imom Abu Hanifa bilan Malik qo'l topshirib olmoqmi, yeb degan narsa yo'q deyapti. Farq shu. وقال أحمد وأبو ثور تصح الإباة بالعقد منا. العقد يعني بالقبول بالإجابة والقبول دمج. وليس القبض من شروطها أصلا. الشرط تمام أما الشرط صحة ما اسمه مسعود. أبو ثور ثوري باشكتم. شو باشكتم. الثوري سفيان ثوري. أبو ثور جاو باشكتم. وإمام شافعي نمر شاهد رسالة نغان مجتهد. لا من شرط تمام ولا من شرط صحة. وهو قول أهل الظاهر ظاهر من قرش مشو. وقد روي عن أحمد بن حنبل أن القبض من شروطها. أحمد بن حنبل دم من دام رواية من ديل. قلوا تبشر بالوش شرط لكن لماذا في المكيل والموزون. إمام أحمد بن كاجن والسي رواية مشن. To'g'ri qarashi shu. Makil mavzunda qabd shart. Makil mavzundan boshqa narsada qabd shart emas degan qarash. Fa'umdatu man lam yashtarit al-qabd fi al-hibati tashbihuha bil bay'. Qabdni shart qilmaganlar dalili bu so'zsizlikka o'xshash. Oldin sotdim desa so'zda tutgan bo'ldi. Qo'l topshirib olsa to'liqligini sirab. Wa anna al-asl fi al-uqud an la qabd. Bu to'xtamlarda odatdan qabd bo'lmay to'xtamish bor. Ya'ni ig'zaki Ba'dim aldım degandek to'xtamish bor. La qabda mushtaritun fi sihhati. Uning to'g'ri bo'lishi uchun bu qabdni shart qilish yo'q aslida. Hatta yaquma dalilu ala ishtirat al-qabd. Qabdni shart qilishga bir dalil bo'lsa, undan shart qilingan. Dalil yo'q bunga. وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة رضي الله عنها المتقدم. كي كنت جذبتيه واحتزتيه دين جبنا دلقترب القبض الشرط دب قرغنت أبو بكر ديد. وهو نص في اشتراط القبض في صحة اللباس. منا ابنك تور بولشدا قبض الشرط جندا نص ديد. مش دليل زاده. bu delil olsa bu fi'l sahabi dereceli delil buldu. Bu yani merfu hadis derecesi delilimiz. Bu muhtelefun fihi delil. وما روى مالك عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال ما بال رجال ينحلون أبنائهم نحلا ثم يمسكونها بالları tülasını bir bulak kinandım bämeýtir bolgan kişinin nime kıygını bu فإن مات ابن أحدهم bir bulak quldyçyň tutup alyp turap baly söylep gitip kalsa bir betken baly söylep gitip kalsa deydi mali biyedinin muş Kur'an'daki benim özümden ben tabii kimi beğendim mi de dep turaladı. Ve in mata yani üzüle gitip kalsa qala huwa libni yani üzüle qıtılıp üleketkenin geplanmaydı o adam. Lekin uleş aldığında deydi o bu men balamı bir etken narsa bu. Qad kuntu ataytu onu bunu bir bolgan onunga dep turaladı o. فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها şuna kimki biz näsini bir vesse ballarga bir vetken balısı ona qulu tapşırıp almagan bolsa lil manhul lahu diye şu bir vetilgen bala ha ay bir vetilgen bala onu qulu tapşırıp almagan bolsa ve abqaha anda o belki endi saqlab qalgan bolsa hatta takuna anda ahirden bulda innata ahir miraslap qatqagan bolsa libaratatihi fey batilatun u batildir. Hibe batile demek. Ve o kavli Ali. Hazreti Ali'den mu munda rivayet kılıngan. Qalu ve o icma'un min es-sahabana. Abu Bakır'dan, Ömer'den, Ali'den da kelgen iken bu halifeler şundan kılgan iken baş sahabının itiraz bildirmeyen iken bu bir xil icma depdi. لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف. وأما مالك إمام مالك كاسك فاعتمد الأمرين جميعا. إمام مالك işki tayan dedi. Yani el-kıyas ve ma ruya min es-sahab. Sahabının şizlerinin mutayandı, kıyas mutayandı. İşkilisini aldı. Ve cema'a beynehuma. Femin haythu hiye aqdu min el-uqud, lem yekun andehu şarttan min şurut sihhatiha el-qabd. Mesela bu toxtan degan ekan, toxtan bo'lgan ekan,
Bunun to'g'ri bo'lishi uchun qabd shart emas degan chiqdi. Va min haythu sharatat as-sahabatu fihi al-qabd lisadd al-dari'ati allati dhakaraha Umar. Umar radhiyallohu anhu bayon qilgan shu bahonani to'sash uchun sahobalar shart qilgan bo'lgan ekan. Ja'al al-qabd fiha min shart tamam. Buni shart tamam deb qo'ydi Imom Malik. Sahobalar shunday deganlik uchun. Ve min haqqil mevhubi lahu mana berilgan kishining haqqi bu qabd qilish eklamda bagan narsani bira deb talab qilish haqqi deb qardi va annahu intaraqa talab qilish desal kechikib hatta yafutal qabd bimaradin aw iflasin u odam kasallik qilib yoki u nas qo'ldan ketib butun sarmoyadan ayrilib qilib uni baginamisi deyishda kechik qilib qo'lga topshirib olmaydigan bo'lib qolsa saqata haqquhu u chog'da u hibini talab qilishimiz tugaydi bo'ldi ish bermagandek bo'ldi deydi وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه ما وهبه كما يحوز لهما ما وهبه غيره لهم ko'pchilik olimlar dadisi masalan o'zi qarayotgan kichik bolasi deydi fi viloyati nazariy degan o'zi beqib cho'ng qilayotgan kichik bolasiga o'zi bergan narsani saqlab qo'ydi. Masalan dadisi kichik bola bo'lib cho'ng bola bo'lsa cho'ng bolasi o'zi ko'tarib ketibdi-ku, lekin o'zi qarayotgan kichik bolasi bo'lsa kichik bolasi saqlanmaydi. Shu saqlanmaydigan bo'lsa u qarayotgan shu bolaga nolga u kichik bolasi bo'lsa qanday qildi shu bergan narsani shu bolaning nomida o'zi saqlab qo'ydi. Ma vahabahu o'z bergan narsani kichik bolasiga o'zi qarayotgan bolasiga bergan bo'lsa saqlab qo'ydi. Masalan, ma uyni kichik bolamga olib bergan bo'ldim, cho'ng'og'anda o'tirgan bo'lsa, bu uyni shu dadisi saqlab cho'ng'og'ancha topshirib berdi demakchi. Kama yahuzu lahuma ma wahabahu ghayruhu lam. Masalan, yatadan kichik bolaga ya yetib turib to'ya binasi shu dadisi olib qo'ydi-ku, shunga o'xshash o'zi binasi berib qolsa-mu, o'zi bergan narsani shu bolasi uchun saqlab qo'ydi. وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك. لكن أقول الله bu qanday bir tavfiq qo'ymas, o'jallab qo'ymasa, mana shu kishi bolam beribdim deb kelini javob qo'ysa yoki jagala qo'ysa shu yetarli. Nima shu yetarli deb qilgan. Chunki dadisi bu shaylik odam nisbatan amin bir odam. Emin olgandan keyin u javob qo'ysa albatta nisbat olur, lekin e'lon qilib qo'ysami shu bana amonatni saqlab qo'yayotgandek bo'ldi. وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة. Bu oltin kumushdan boshqa narsa shunday dedi. Va fima la yata'ayyan muayyanlashmaydigan hamma narsa o'xshash masalan ayrilmaydigan bunday narsa bo'lib qolsa, pulni shunday o'xshashmi? $100 $50 yoki 100 ko'ylok 50 ko'ylok bilan bir-biriga o'xshaydi. Alayda ma'lum pulisi deb ayrilmaydi. Unda o'nigan mushun aslida men palag'im uyni beribdim, mashinani beribdim desa shunday deydi. Lekin oltin kumush anda o'xshab ketgan narsalar-chi qanday qiladi? Shu oltin kumush bir narsa bo'lib qolsa, ayirib joyiga saqlab qo'ydi deydi. Nima uchun? Pul ayırıp saqlab qo'ymay, bu pulni o'zi hajratib, keyin ondan uning o'rniga u bolasiga bersa, jazoni kelib chiqish ehtimoli bor. Pulni pulga nesi almashtirgandek narsa bo'ldi deb bilmoqman. Puldan boshqa narsa shunday deydi. Lekin pulda unda emas. Demak boshqa odamga ma pulni shu balam bergandim, mana sizni saqlab qo'ysam, sizni pullar o'tdi, keyin bilgan chog'da sizni bermadi. O'zi topshirib qo'ysa, o'zi saqlasa, keyin undan bir muddat o'tgandan keyin shuning miqdorida biznes bersa, xuddi pulni pulga almashtirgan, lekin nesi almashtirgandek bo'lib qoldi demoqchi. والأصل في ذلك أنه ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ابنا له صغيرا لم يبلغ بلاغت كتمجن بالسقا الناس بريت كنشة أنه يحوز نحلته ونن باجن مسنا وأبويدون
فأعلن ذلك أن إعلان قيدون وأشهد عليه قال قيدون فهي جائزة حيازة جائزة توغرس جائزة نمشن جائزة ديان توغرا bunu İmam Malik Muvatta degan kitobda rivoyat qildi deyishmi? Marawahu Malikun dedi. İmam Malik Muvatta degan kitobda rivoyat qilgan. Muvattaga qaytish bilan Muvattada jaizatun deb kelganlik uchun shu jaiza degan to'g'ri. Ya'ni kuchga ega demakchi. Va inna waliyaha abuhu demak. Uning egasi dadasi shu. Abu Muvattada bor, lekin maktabda ekan buni. Jaizatun deb o'zgartirgan. Şu hiyazını demekçi olab dedi uni. Lekin bu yerda Osman ibn Affonning so'zi ne İmam Malik rivoyat qilgan. Mush Osman ibn Affonning so'zida tayya jaizatun degan Osman ibn. Tayya hiyazatun demadi. Yerda hozir tashih bo'lib ketdi. Yani biz İmam Malik Muvattaga asli qaytish bilan uning hiyaz emas jaiza deganligini aniqlab chiqdik. Valillahil hamd. Kitabni izlab tepib ko'rsatib ekaldi buni. Fayya hiyazat desa qamashmaysiz. Fayya jaizatun kishiga hisob qiling. Va in waliyaha abuhu bo'lsa va in waliyaha Sag'iranda kishi bola desa uni waliyaha abuhu. Yani shu dadasi qaraydigan bo'lsa shu bolaga, shu dadasi olib qo'ysa, o'zi berib o'zi olib qo'yish bo'ldi demakchi. Waliyahu bo'lishi mumkin. Ma qarmoqdim lekin jaiza degan qarabdim. Abu Dabbanida Muvattada. Demak dadasi ana guvaltib dadasi olib qo'ysa bo'ldi. Shu bola qaraydigan kishi shu dadasi bo'lsa demakchi. Va qala Malik va ashabuhu İmam Malik va uning shogirdlari la budda min al-hiyazati fil maskun wal malbus. Uy turalg'ulda kiyim-kechaklarda chuqum u qo'liga topshirib erish lozim. Fa in kanat daran sakana fiha kharaja minha. Uy bo'lsa hiyazi qilmay bo'lmaydi dedi. Endi libos bo'lsa mana desa qo'liga olsa hiyazi bo'libdi. Endi uy bo'lsa mana da bilan uni ko'tarib bilan ketib bo'lmadi ekan. Hiyazi qanday chiqdi bu uyda? Bu uydan chiqib bu mana uy emas. Sizga qoldi deb bekalab berib ochishni bersa shu hiyaz bo'ladi. Shu mavhub kishi, yani biriktirgan kishi qo'liga topshirib erishi odamning chiqishi bilan bo'ldi. Va kadalkal malbus in labisahu batalat liban. Bir kiyimni bir tutib, makasini sizga beraydi. Ma'qul sig'at o'zi kiyvasa uni. Bu hibi bakavat ketdi. Ba'magan bo'ldim. Va qalu fi sa'ir al-urud bimithli qawl al-fuqaha. Demek meskun vel melbusdan başka tovarlarda, başka alimlarda şunda o'xshash qarash bo'ldi. Yani no yakfi fi dalika i'lanuhu va sha'nu. Yani uni e'lon qilib guvoh qo'ysam bo'ldi demoqchi ekan. Wa amma adh-dhahab wal warq fakhtalafat ar-riwayatu fihi an Malik. Endi oltin kumush masalasi. Varaq degan kumush. İmam Malikdan qarash o'xshashganmidi? Farwiya anhu أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره منه. Bayatına gap shu. Oltindan kumushda ish qilib qarash kelib qoldi. Bir rivoyatda o'zi qarawatgan kichik bolasi bergan oltin kumushlar qolsa, o'zining qo'ldan chiqarib boshqa bir yot bir odamga topshirib, "Men balamga bergan oltin kumushni musha balamni saqlab qo'ysalar" deb bersa, undan hisob bo'ladi debdi. Wa ru'yana annahu yajuzu idza ja'alaha fi darfin أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود. أيضا بدنا قشلاب لبابغا يا كبر كتب قشلاب pechatlab guvaltib qo'ysa hisob qildi. Demak, o'zi endi hajab turib keyin ba'sa bu jazoni olib qoldi demak. Qo'ldan chiqarib o'tish lozim. ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصية يقوم في ذلك مقام الأب. İmam Malik'in şagirdlarining nazdida dadining o'rnida shu bolaning vasiysi bo'lsa shunda. Mesela vasiy ise bolasi bilan hisob qilyapsa, shu saqlaydi. Chunki shu yetimning nimasini shu vasiy saqlab qo'ydi. Vaqtalafu fil dadining o'rnida anulab qolsa desa, faqala ibn al-Qasim la taqum maqam al-ab. Bu ana dadining o'rnida turmaydi. Cho'qim dadiga o'tkazib qo'yishadi. Ma'lum
balımızı. Badem mesela saklıslarda öz saklamaya anısa dadısını biriş lazım demiş. Şimdi bir şahsı bir doğru. Ya bulmayı demek şu. Dadım onun durmaydı diyenken başkadan verip koyuş lazım. فقال ابن القاسم لا تقوم مقام الأب ورواه عن مالك إمام مالك تمام رواية ابن القاسم وقال غيره من أصحابه تقوم يعني بعض شاگردلere dadım onun turduğu depti. وبه قال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة مشكلة yani dadım orunda ana bazı binası saklap koyuş bulduğu depti. Ya keşedler ab koyuş bulduğu. وقال الشافعي الجد بمنزلة الأب çoğun dadım orunda depti. والجدة عند ابن وهب الأم تقوم مقام الأم. Anısından anısı boğan çoğana anının orunu turduğu da kaptı İbn Vahb. İmam Malik'in söyledi. وَالْأُمُّ عِنْدَهُ تَقُومُ مَقَامَ الْأَبْ. Anı olsa dadının orunda turduğu. Lakin anının anısı bu dadının orunda turduğu demek. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك